Amudaryanın içinden yol belgileri var özüne yarayacak. Tasavvur qiling, ortimda turgan mana bu tarixiy kema turgan joyda qachonlardir kattagina daryo porti bo'lgan. Bu joydan turib ko'plab hududlarga, Orol dengiziga, bu yog'ida Turkmanobodga yuklar chiqarilgan, insonlar o'sha joylarga yetib olishgan. Bugun ko'rsatuvimizda aynan mana shu port va bu yerdagi flot haqida, shu bilan birga Xorazmning ajoyib tabiat haqida gaplashamiz. Ko'rsatuvimizga like bosinglar va izohlar qoldiringlar. Obuna bo'lishni esa unutmanglar. Bo'lmasa, boshladik. Xorazmdagi tarixiy va borib ko'rish kerak bo'lgan manzillar haqida gap ketganda, ko'pchilik asosan Ichan qal'a va uning atrofidagi tarixiy maskanlarni biladi xolos. Manzil jamoasi esa Xorazmning o'ziga xos tabiati va uzoq yillar asosan transport yuragi bo'lib kelgan kemalar va port bo'lib xizmat qilgan manzil haqida sizlarga so'zlab bermoqchi. Sizga tanishtirmoqchi bo'lgan manzilimiz Chalish. Chalish Xorazm viloyati Urganch tumanida, Amudaryo sohilida joylashgan. Chalish o'rnida avval Amudaryoning chap sohilidagi To'qay chakalakzorlardan iborat hudud bo'lgan. Qisman hozir ham shunday. Chunki bu yerda Xorazm milliy tabiat bog'ining kattagina o'rmon hududi mavjud. Keling bu haqda keyinroq. Avvalo bu yer tarixi haqida so'zlab beraman. 1886-yilda Amudaryo flotiliyasi tashkil topgandan so'ng bu yerda pristan barpo etilib, yuk tashuvchi qozoqlar bu yerda makon tutganlar. Chalish atamasi qayiq sollarini eshaklar yordamida daryodan kechib o'tkazish joyi. Kechuv ma'nosini anglatadi. 1929-yilgacha bu yerda Qo'poliq pristani bo'lgan. 1929-yil bahorida Amudaryo toshib pristanni yuvib ketgan. Keyinchalik uning o'rnida qurilgan pristan Chalish deb atalgan. Chalish yonida Amudaryo paraxodchiligi suv yo'lini nazorat qiluvchi texnika uchastkasi va boshqa tashkilotlar ishlay boshladi. 1952-yilgacha Chalish Xorazm viloyatining asosiy transport kema port darvozasi hisoblangan. Xo'jalik yuklari Amudaryo orqali Chorjoy, hozirgi Turkmanobod va Orol dengizidan kemalarda tashib keltirilgan. Urganch Chalish orasida tor izli motovoz temir yo'lda yuk tashilgan. 1969-yil 13-martda Amudaryo toshib, ovul suv ostida qolgan. Toshqin oqibatlari tugatilgach, Chalishda toshqinga qarshi kurashadigan qurilish tashkiloti ham tuzilgan. Siz o'zingiz nechchi yil ishga kirgansiz bu yerga? Men 1985-yil 10-avgust kuni shu daryo ichine, daryo kalxonasına ishga qabul qilinganman. Katta port bo'lgan ekanda, bu yoqda yuk asosiy yuk olib ketishi, yuk bu yoqqa kelishi, hammasi shu yerdan bo'lgan ekan. Hammasi Chalish. Chalish pristan deb aytilgan u davrlarda. Chalish pristan. Bu Amudaryoda ish tartibi ikiga bo'linadi. Birinchi bo'lagi paraxod ustuva deb aytiladi. Bular yuk kemalar, yuk qatnaydigan kemalar. Bizi karxonamizni ish vazifasi. Hozir yana yo'lda avtomobillar, texnikalar yurganda svetofor, asosiy yo'l belgilari bo'lganda, Amudaryoning ichidan yo'l belgilari bor o'zine yarasha. Bizni karxonamiz shu paraxod ustuvani teploxodlarni, kema sazligini, daryoni cho'nqir yeri, soy yeri, avariyni bo'lgan yerlarni ko'rsatib beruvchi karxona. Shu ko'rsatib beradi. Ber cho'nqir, ber soy, ber tor deb avvaqlari bombalar bo'lardi. Dairani soy qisqargan yerlarni bomba qo'yib, qozib, kengaytirib yuboriladi.
Yakınlarga da yakınlarga deyin şu derya arkalı yükler katnalıp durdu. Neçinchi yilgacha yuk qatnadi? 91-90 yıllara deyin küçülü yük katnaldı. Karatağ'dan ta Şarlavuk'a deyin taş katnaldı, un katnaldı, çerçike piyazlar hemesi şu barcıda baytıladı. Şu arkalı katnaldı bu yerler. Qaratov deganingiz hozirgi qaysi hudud? Karakalpakistan Respublikasında taş katnaladı ondan. Tosh olib keladi, ha? Taş ap gelinadi. Qayerga olib boradi uni toshi? Endi buyurtmachilarni buyurgan 4 yilga borishi mumkin, Sharlovga borishi mumkin, Tuyamo'yinga borishi mumkin. Eng gullab yashnagan payti qachon bo'lgan bu port hududda? Ko'p yuk aylangan payti. Ko'p yuk aylangan vaqtda shu temir yo'l kirib kelmasdan oldin davlatimizni, hukumatimizni hamma sohasindagi ishlar Amudari orqali bajarilgan. Ha. Amudari temir yo'l yo'q. Odam bordi keldisi ham, yuki ham, ha? Hattoki men Islom Karimovni eslab o'tiraman. Yana Xorazm bilan Qaralpaqni bog'lovchi ko'prikni u kishi bir qurib berib ketdi. Bundan oldin Xorazm Qaralpaqni bog'lab turuvcham shu kema sazligadi. İnsanlar, avtomobiller, yük avtomobillari barcı demecimiz var. Barcıga minadi, kema surab Qaralpaq tomonga o'tkazadi. Qaralpaq tomondagi texnika insoniyat bordi keldi, bu yoqqa shu kema orqali bog'lab turdik. Hozir yana yangi ko'prikimiz ajoyib chiroyli, xalq bemalol qiynalmay kechasimi kunduzi o'tib turibdi, xalqimizga xizmat qilib turibdi. Hali sizlar bilan o'tgan ko'prik ham mustaqillik davrida qurilganmidi? 10 yil o'tganda, adashmasam. Keyin yana bitta tushdi. Neda? Qaratog'da, Mang'itda. Mang'itda, ha. Hozirgi prezidentimiz boshchiligida u ko'prik qurildi. Narigi Karimov davrida qurilgan. Karimov. Ha, undan oldin ko'prik yo'qmidi? Yo'q. Uni shu karxona Xorazm Qaralpaqni boylab turadi u vaqtda. Ova. Ko'prik bo'lmasdan oldin daryo yaxlab qoladi. 1 metr, 1,5 metr yaxlaydi. Hattoki yük mashinalar ham daryoning ustidan Beruniyadan Urgancha o'tib turgan. Shunaqa sovuq bo'lganmi? Bizdan sovuq qattiq bo'ladi. Hozir unaqa muzlama yo'q. Hozir unaqa. Endi meni hayot tajribam. Bu vaqtda nima uchun qanchalik qattiq sovuq bo'ldi? Bu vaqtda Orolda, dengizda suv ko'p edi. 3-4 dan salgina esgan shamol bu yerda salqinlashib, Xorazm, Qaralpaq, Navoiyga katta sovuq nab kelar edi. Hozir Orolda suv kam, vaqtdan shamol esgan bilan sovuq ham munchalik bo'lmay turibdi Orolda suv kamigandan keyin. Endi men o'zimning tajribam, yana buni ilmshunoslar biladi. Men o'zim bilmadim lekin. Lekin shu yuk mashinasini ko'taradigan muz bo'lgan, ha? Bo'lgan. Uni shu hattoki avtomobil yurgan, hozir kelgan yo'llaringiz bor-ku. Shular bir qarshi, ikki qarshi yorilib ketadi vaqti, sovuqqa chidamay. Xorazmda sovuq o'ta kuchli. Bular shu yer qazadimi, remontdan chiqardik, endi ishga tushiramiz. Bu yoqdagi ikkitasi buni tortib, uni ish joyiga olib boradi, texnik xizmat ko'rsatadigan kema bu yoqda ikkitasi. Hozir bu yoqda bitta, ikkita, 3 ta kema turibdi yo 4 tami? Yo 4 ta berdi. Ha, bak kichkina qayiqni hisobga olmaganda. Yo bundan boshqa bu yoqda 2 ta. Bu yoqda 2 ta nimamiz, teploxotimiz bor. Ha. Bu mana ikkitasi yer qazish kemasi, Zemnasos deydi buni. Bu hozir biz turgan davlat tashkilotimi yo xususiy tashkilot? Davlat tashkiloti. Davlat tashkiloti. Bu nima vazifa bajaradi dedingiz? Mana daryoni masalan o'zanini to'g'rilaymiz. Masalan, bu daryoni o'zanini to'g'rilab daryoni qazib, o'zani qaysi tarafigadir ketib qolayotgan bo'lsa, sizlar o'sha o'zaniga qaytarasizlar. O'zaniga qaytarib to'g'rilab qazib beramiz. Ishi qanchalik og'ir, qanchalik qiyin, qanaqa holatda? Endi shunday og'irligi yo'q, ammo o'rganib ketgan shu ishga aytayapti, uni 30 yildan beri, 40 yildan beri ishlayman deydi, ammo o'zining ishining ustasi. Bunda qiyinchilik orasida bo'ladi, ishlagan orasida bo'lib turadi. Hozir mana bu bilan mana bu kavlaydigan, ha? Nima deydi, qaziydigan. Mana bu ikkitasi. Bu ikkitasi. Narigi ikkitasi bo'ladi, olib yuradigan. Masalan, joyiga masalan hozir bu yerda remontladik-ku, ish joyiga bular surib olib boradi. Ha. Surib olib borib ishga qo'shib. Hozir bir chiqib ketganda ishga necha kun yurasizlar? Bir hafta, 5 kun, 6 kun yurib kelamiz. Suvdan chiqmaysizlar quruqqa? Bu kema soy chuqurni ko'rsatib ketamiz. Mana bunday tayoqlarni tiqib, avval mana bunday bir o'zini bir
taxtadan ishlangan narsa bor, endi yo'qolib ketdi ular. Biz hozir xoda chopib, mana bu yerga mana bu bechan nelarni bo'ylab diklab ketamiz. O'rtada yurisa ham chuqur degan ma'noda. Shunday deb har 100 metrda 200 metrdan shuni diqib ketamiz. Shu yo'l ko'rsatuvchi kema bu. Shu yerdan mana bu tortuvchi kemalar, mana bu yer qazish kemani tortganlar shu bizga ko'rsatgan yo'lakdan borajak yerni olib boriladi. Bu botib qolish qiyinroq kema ekanda, narigalarga Mana qarang. nariga qaraganda bu 60-70 santi suvda yuradi. Bu 1.20, 1.30 chuqurlikda yuradi. Ashulari bor. Tushunarli. Bu ishdan asosiy maqsad nima? Shu Asosiy maqsad bizning idora mana shu yer qazish kemasini olib borib, mana shu daira kelib turibmi? Yo'nalishni o'zgartirib ketishi mumkin Qoraqalpoq tarafga. Zemyosini olib borib, shuni qozib berib, dairani to'g'rilab berish kerak-da. Shu uchun daryo o'zanni o'zgartirmaslik uchun ekanda. Suvga ham vaqt o'zgarib ketishi ham mumkin. Mana Qoraqalpoq tarafi bu ham bitta o'yra qo'ygandan keyin shuni o'zgartirmas uchun eldini qozib berib, to'g'rilab beramiz-da. Bu yoqqa o'zgarib ketib qolishi mumkin, ha? Shular ham boramiz. Qoratov taraflari ham bizani tegishli. Bu ham Tuyamo'yin achadi. Tuyamo'yin deganingiz Buxoroga qaraydimi yo? Yo'q, Xorazmga qaraydi. Shunday. Qancha kilometrga qaraysizlar shundasizlar? Bizaniki hozir 100-chi post, biza 122-chi post deb aytiladi bu yer. Tuyamo'yni 18 mada, 18-chi post bo'lishi kerak. 17-18-chi post. Kilometrga qaraganda 83 kilometrmadi, 93 kilometr bo'lishi kerak. 83 kilometrga. Biza u kilometrga qaramay, biza postni hisoblaymiz. Mana bu shpor deydilar. Har shporning oraligi 4-5 kilometr. Biza har shu postning nomi bor. Masalan, 122-post mana shu yerda turganimiz. 122, 123, 124 shunday niyatin ketaveradi Qorato'ga. Necha yildan beri ishlaysiz bu yerda? Men 26 yil bo'ldi. 26 yil. Shuncha paytda daryoning suvi qancha tushdi? Siz endi mutaxassis ichida yurgansiz. Endi ichida yurgandan beri bir aniq aytib bo'lmaydi bu. Masalan, bahorda ko'tariladi suv. Mana bu otizlar uchunmi sug'orish kerak neda? Masalan, yana hozir kuzak bo'layotir, bo'ldan pochti, yana tushib yotir kundan kun. Bundan ham tushadi hali. Lekin baribir o'sha 20 yil oldin suv baribir katta bo'lgan, ha? Bunga qarab. Bundan ham elde qaysi yillari, lekin mana shu yerdan oqib turgan. U oqib turgan endi oralab borib turibadi. Bir hafta 5 kun yurganda quruqqa ham tushasizlarmi yo tushmaysizlarmi? Tushamiz. To'xtab tushib, shamollab olib, ovqat pishirib, masalan, hozir ko'rsataman, kenimda qozon tovoqlar bor. Shunday deb choylardan ishib, yana doriga ketib. Yo, hozir ham shu ketganimiz shu yaqilg'ilar ham shu hisob kitobli jurnalimiz bor. Necha kilometr, necha soat yurganimiz, necha post yurganimizni yozib boramiz. Idoraga taqsim qilamiz. Mana shu yaqilg'a ketdi, shu yerga bordik. Chuqurligini nima deydi, nimadir pribor bilan tekshirasizlarmi? Xodalar mana bunday nametga bor. Mana mashina tiqib boramiz shunday deb. Bu nima vazifani bajaradi? Bu kran. Kran vazifasini bajaradi, yukni olib, qo'yib tushirish. Mana shu yerda qotib qolibdi, shuni yana yuradi-da. Mana kurishnoy aylantirib kerak va ko'tarib olib ustiga qo'yamiz. Og'irroq yuklarni shunday yuklanadi. Og'irroq, Yengilroqni qo'lda olib chiqsa bo'laveradi. Yengilni qo'lda olamiz. Og'irroqlarni shu bilan olamiz. Bu orqada o'choqlari ham bor. Qalin o'choqi. O'dini Gaz ham bor. Gaz yo'qdan endi o'zlarimiz kichkina gaz olib Baloncha, havo ehtiyoji. Lekin qancha yetmaydi qo'yishda. Qo'yib. Bu motori 20 ta 25 ta ishadi deyapti. Shunaqami yo? Yaqilg'imi? Ha. Yaqilg'i oborot bersangiz ichaveradi. 18 satini 18 litr jal oborot bersangiz oqqina qarab ko'paydi.
Ha. yoqqan aytadi. Buni qachon yurg'izasizlar endi xudo xolasa? Mana yurib turibdi bu xudo xohlasa-da. Yaqilg'i bo'lsa ketaveramiz. Yaqilg'i endi bizlara shunday ish bo'lsa yaqilg'ini olib keladi, haydan deydi haydaymiz. Masalan, ertaga endi haydaymiz, u Sintegiga haydaymiz, u bilan Sintegiga. Shu yerda yer qazish kemamiz bor. Shu bitta ish topibdi, zapchastlarni olib boramizdan o'shani haydaymiz. Shuni tayyorgarlik turibmiz. Mana bu kranimiz bor. Uni shu kran deymiz, oldinda zatib turganimiz. Shuni zatib turibmiz. İşletkendan keyin ertaga shona ketamiz. Xudo xolasa. Bu deryamızı başlanıştan tamam bo'ladigan yerine deyin shunday bir tekislikka alamiz desek, deryanın başlanışı 0 bo'lsa, aralga barıp kuyup turgan yerimiz 317 metre oylıkta bu. Aralının kuyup turgan yerinden şunday bir vişyani yukarıga tiklesek 317 metre, şunda deryanın başlanışı bilen bir tenglik tekiz bo'ladi. hasıl bo'ladi. Şunun için ham bu deryamız bu tomonga qarab akadi. Xudoning mo'jizasi, qudrati. Amudarya bir yaşavchi insonlara, bandalara rizq nasiba berib turibdi. Shu deganchiligimiz bo'ladimi, dosturxonimizdan nonimiz bo'ladimi, chorvamiz bo'ladimi, hammasi Amudaryani, insoniyat Amudaryani suvidan bahramand bo'lib shu voyaga yetib turibdi. O'zlarimizning bolaligimiz, o'rta yosh davrimiz, hozir keksa davrimiz shu daryoning sohilida, daryoning bo'ylarida o'tgan. Xorazm Milliy tabiat bog'ini Urganch bo'limida yuribman. Hozir biz turgan joyda salkam 500 gektarli o'rmon. Bu o'rmonda asosiy daraxtlari to'rang'il va suv toli. Yoshligimdan to'rang'il zorlarda, to'rang'ilar bilan katta bo'lganim uchun qachonki mana shu daraxtni ko'radigan bo'lsam, yoshligim esga tushadi, chunki bir marta to'rang'ildan juda ham qattiq yiqilganman. Yiqilishim oqibatida salkam 1 oy oyog'im gipsda yurgan. Bir tarafdan noxush holat bo'lgani bilan, lekin yoshligimda esimda qolib ketgan voqealardan bittasi. Shuning uchun to'rang'izorni, to'rang'ilarni ko'rsam, ana shu joyga kirib aylanib chiqim keladi. Bugun ham mana Xorazmda mana bu tarafdagi to'rang'ilarni qaranglar. 200 gektardan oshig'i Xorazm Milliy tabiat bog'iga tegishli, 240 gektar atrofidagisi bu Xorazm o'rmon xo'jaligiga tegishli. Umumiy hisobda olganinglarda salkam 500 gektar atrofidagi mana shunday o'ziga xos daryo qirog'idagi o'rmon to'qayzordan iborat. Mana shu to'rang'ilar necha yillik o'rtacha? Bular 40 yildan oshgan bular, 40-50 yillar o'rtasida bor bular. Bu to'rang'ini kattasini ko'rganman-u, saksovulni kattasini ko'rmagandim-da. Buxoroga bordik, daraxt bo'lib ketganlar bor ekan. To'g'ri. Kattalar bor. Buxoro Jarayon Petobinda 35 yillik nimalar bor-da. 30 rostdan ham juda katta ekan. Kattalar. Bu zax joyda yaxshi bo'lganligi uchun shunaqa o'sadimi yo o'zi suvga yaqin joy bo'lganligi uchunmi? Suvga yaqin joyda yaxshi o'sadi, zaxda yaxshi o'sadi. Bunga doimiy suv turish kerak. Oldinlar bu yerda har yili daryo suv toshib bosib turganda. Ham sug'orilgan, ham sho'ri yuvilgan. Shuning uchun daryo atrofidagi to'rang'ilarimiz katta bo'ladi, yaxshi o'sadi. Ko'p joyda yovvoyi cho'chqa uchraydi-da. Bu yoqda ham uchraydimi, uchramaydimi? Ha, bu yerda uchraydi. Uchraydi. Lekin mavsumiy bo'ladi. Bahor oylarida kelishi mumkin. Burada Xorazm Milliy tabiat bog'ida xudo uchraydigan, kelib ketadigan bu qiziq topga ketgan hayvonlar to'g'risida ma'lumotlar qilingan.
Asosan bu yerda eng ko'pchilikni qushlar tashkil qiladi. Hozir Milliy tabiat bog'i hududiga xalqaro va O'zbekiston qiziq kitobga kiritilgan 26 ta qushlar mavjud bo'lib, ularni hozirgi kunda migratsiya jarayoni davom qilmoqda. Inspektorlar tomonidan ularning kelib ketishi ravishda xavfsizligi ta'minlanib, doimiy nazorat ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari Milliy tabiat bog'ida 31 ta xalqaro va O'zbekiston qiziq kitobiga kiritilgan o'simliklar mavjud. Bugungi kunda bularni saqlash, asrash va ko'paytirish ishlari olib borilmoqda. Bizning hududimizda 30 dan ziyod bog' turlari uchraydi. Suv havzalarida, xususan Amudaryoda ulardan 9 tasi xalqaro va O'zbekiston qiziq kitobiga kiritilgan turlari. Mana bu shular sirlar ko'rgan shu yerda. Ana bu qanaqa baliq? Bu orol bakarasi ship hisoblanadi. Oldinlari Orol dengizida bo'lgan, Amudaryoda bo'lgan, hozir deyarli yo'qolib ketgan bu. Asosan bu yerda eng noyoblaridan Amudaryoda endemik turlari, Amudaryo katta soxtaburunli, Amudaryo kichik soxtaburunli baliqlari eng endemik, faqat shu Amudaryo ustida yashaydigan turlar hisoblanadi. Hozir bora bulardan. Bor juda kam qolgan, hozir Milliy tabiat bog'i tomonidan bularni ko'paytirish bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda. To'g'risi Xorazmda bunaqa ajoyib joy borligini tasavvur qilmagandim. Manzarani qaranglar. Xuddi kinolardagidek. Uzun bir ko'cha, daraxtlari ikkala taraf daraxt bir-biriga yaqin o'sganligi sababli xuddiki daraxtlardan tashkil topgan uzun bir tunnelga o'xshaydi. Tinch joylar ya. Odam kirmaydi. Endi bekli. Kuşlar iri, yapar böyle ama iri. Bu hozir qirg'ovul-a? Ertaga tonglar qon. Ana. Qirg'ovul. O'xmaylar. Hammasi nazoratimiz ostida deydi. Mana nimayda ham yuryapti. Qirg'ovul ko'p joyda. Tulki, chiyabora, qirg'ovul. Qisqasi qushlar juda ko'p yashaydi. 6 yildan beri qo'riqlaganimiz uchun bu joyda flora va fauna ancha o'zini tiklagan deb aytishyapti. Yosh vaqtimizda maktab vaqti 2006-2007 yillar ham shu yerdan daryoda suv oqib turgan. Bu yerda hozir To'qayliq daryo bormi? Mana shu joygacha. Bu sho'r bu. Daryoni sho'ri. Damba deydi-ku. Dambasi, ha. 6-7 sinf bo'lganingiz nechinchi yillar? 2005-2004 yillar. Suv o'shanda ham baland bo'lgan ekan-da. To'g'ri. Yildan yilga suv pasayapti-yu. Oldimizda qachonlardir katta yuk kemalari qatnagan.
port hudud bo'lgan kattagina joyda turibmiz, lekin hozir yonimda turgan daryoni, buni suvini qachonlardir port hudud bo'lgan, bu yerdan katta kemalar yuk tashigan deb tasavvur qila olmaydigan darajada suvi azoyib ketgan. Qaranglar. Ozginagina o'zanda suv oqyapti xolos. Hozir biz turgan joylar ham mana shu turgan joylarimizda ham suv oqqan. Mana shu yuqorigacha suv oqqan. Lekin hozir suv kamaygan va bu afsuski davom etayotgan jarayon. Shuning uchun suv asraylik, suvni bir tomchisigacha qadriga yetaylik. Bu nafaqat kundalik ehtiyojlarimizda, bu yuqoriroq darajalarda qishloq xo'jaligida ham imkon boricha suvlarni tejab ishlatishga undaydigan jarayon. Afsuski.